269 hadis عن شقيق. شقيق خبرت قال لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا. بر وقت عبد الله صفا وقتنا تلبية ايتا يعني الله قد تلبية ايتا مثلا لبيك الله تبيت كان عنده يعني من الله مسيدين قرشنا باشقاسا. ثم قال شنو اصلا دوام ايتا يا لسان وزنن تلنا مراجعات ايتا عبد الله اي تلدي اي تل قل خيرا تغنم hayırlısın sile. Hayırlısın sile ulaşka erişirsin yayında hayırlılık kına istersin. Hayırlılık kına istersin. Uskut teslem min qabli an tendem. Ham kızganışka, ukunuşka kilgenşi deşme imin bularsın. Ukunuşka kilgenşi deşme imin bularsın. Qalu şunda kişiler ayttılar ya Aba Abdurrahman ey Abdurrahman'ın atisi haza şey ente takulu am sami'tuhu takuluhu am sami'tuhu sen bu aytgan sözler til turunda sen bunu o'zingdan chiqib aytasizmi yayında biroq oyni eshitdingmi qala la bal sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul yo'qdi shundoqda men Allohning elchisining bulay deb aytganini eshitdim. Aksaru hataya ibni Adama fi lisanihi. Kişinin en ko'p gunoh qilgan a'zasi ol onun tili. Ya'ni kishi en ko'p gunohni nindi a'zasi bilan qila? Tili bilan. Chunki biz nima oldik? Til bilan aytib bek jengil. Lekin subhanalloh til bilan shunday zo'r gunohlar qilib bu hatto kishi islomdan chiqib ketdi bor. Biz bilganimizcha sahobalar ovuzlarına tosh qo'yib yetolmaganlar. Ko'p siylamas uchun. Biz bugun subhanalloh bir qayda uchrashda qardoshlar bilan birata xotin qizlar yerlaridan boshlar, hatto Amerika prezidenti bilan bitiralar. Siylar, g'aybat siylar. Bu bu bek jengil amal, lekin uning gunohi bek zo'r. Birata g'aybat masalasida shunga ko'ra xayrlisini siyla. Nasim bir qoya jamiyatda bir kishilar orasida o'tirganda bu aytish so'zingni o'yla. Sen buni aytgandan so'ng bu so'zingda senga, ya'ni sening tiyada o'tirgan kishi xayrlik, foyda bo'ladimi oxiratda ham bu dunyoda? Yo'q ekan deshma. Birata gunoh so'zlar kelganda. Barakallohu fikum.